Salam dostlar, ben Mahira Abdug'ini. Bugün ben farzandlarimga va ko'pchilikka bir hikoya so'zlab bermoqchi. Ma'lum bir kechasi qattiq yomg'ir yog'ib ketibdi. O'g'il farzand o'rnidan turib, ota-onam bu yomg'irda bek qo'rqatdi. Men ularni yo'qlab kelsam bo'g'dak debdi. Bu chaqda o'g'ilning ayoli bizning uyimiz kona, aksicha bizning uyimizdan ansiramakda yo'q. Ota-onamiz o'ltirayotgan yepyeng uylardan ansirayotamsiz. Meningcha ota-onamiz shunda xotirjam uxlayotdi debdi. O'g'il yana xotirjamsizlanib ota-onasining uyiga qarab mangmoqchi bo'libdi. Ayolimi yolg'iz uyda qolatdimmi, siz bilan birga boray deb eri bilan ota-onasining uyiga beribdi. Qattiq yomg'irda ayol ikkisi yetib borganida ota-onasi xotirjam uxlayotgan ekan. Shuning bilan ular xushal bo'lib o'zlarining uyiga qaytibdi. Lekin qaytib kelib ko'gini ularning uylari o'rilib tushibdi. Demak, ular ota-onasiga emas, o'zlariga yaxshilik qildi. Biz turmushda ba'zida boshqalarga yaxshilik qildik deb og'rinib qolamiz. Lekin boshqalar qilgan yaxshi so'zlarimiz, boshqalar qilgan yaxshiliklarimiz eng oxirgi hisobda o'zimiz uchundir. Biz kelar qisandagi anpastil yaxshi so'zliklarni ko'rishaylik.